Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Bugun Servis Nukus Bilal firmasidan Kigil rayonidan kelgan fuqaramizga mana Dovshinov Shing'is og'amizga bugun radiatorlar, пониженный повышенный 1,5 tonnalik muraveni topshirib o'tirmiz. Пониженный повышенный qovurg'ali bort vilkalari 90lik vilki variantidan topshirdi. 25.850 ming so'mga sotildi naqdga bugun. Qo'shimcha zotlarni bir dana va balon kulish berildi, zapaska balon hamda kaskalarni topshirdik. Shing'is aka, mototsiklimiz unadimi o'zingizga? Qanday tafsilotlaringiz bor? Bular arzon ekan. Qanchaga tushdi muraveyimiz? 25.850. O'zingizga unadimi? Unadan o. Qaysi rayonga olib ketasizmi? Kegeli rayonga. Kegeli rayon qayerlari? Aqtuva qo'sha. Al, yaxshi kunlaringizga bilan.